Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli tepadagi mutasaddilar, hokim buvalar, deputatlar. Qayoqqa qarayapmiz? O'zbekiston qayoqqa qarab ketyapti? Rivojlanishimiz. Hamma yoqda korrupsiya bosgan, vijdonsizlik, ko'zbo'yamachilik. Mana qarangda, bir prezident qayerdandir yurib qoladigan bo'lsa, o'sha yerda yo'lni sozla, bir magazin yo nima bo'ladigan bo'lsa, hammasini buzib tashladagin, o'rnini tekis qilib chiroyli qilib qo'y. Ketgandan keyin yana o'sha ahvol. O'shandan ish bo'ladimi endi? Qaytib mansab tegadi, srazu poraxo'rlik. Mana nechta bitta poraxo'rlik qilib qamalib ketyapti ishlaydigan odamlar hamda, katta-katta ishlaydiganlar ham. Unda vijdon bilan ishlaydi, nima qilasizlar yana qilib turib. Oylangizda ham javob bermaydi. Eng kam oylik bizda. O'rta Osiyoda o'sha eng kam oylik bizda. Lekin ishtiraflarimiz, anaqalarimiz eng kattasi bizda. Qayoqqa qarayapmiz? Ligirabkon obgatek xalq uchun ham ishlaylik vijdonan. Mayli bu xalqni qo'y qilib ezib ishlab turamiz desam, ertaga u yoqqa borganlarga javobgarliklari bor. O'shani ham o'ylab qo'yinglar. Katta xalqni suyagiga qadaldi-ku. Yetib xalqni ezmanglar. Prezident bu. Xalqning manfaati uchun bironta qonun ishlab chiqaring. Xalq manfaati uchun qanaqadir bir qonun ishlab chiqaring. Faqat xalqni ziyoniga ishlaydigan qonun ishlab chiqarmasdan, deputatlar. Xalq qiynalyapti rostdan ham. Meni masalan ishtiraf kelyapti, boshqa kelyapti. Men o'zim chidolmaganimga gapirib turibman. Hamma yoqda, hamma narsa qimmatlab boryapti. Oziq-ovqatlar qiyinchilik bilan yashayapmiz. Ishtiraflarimiz olib katta. Mana Rossiya bilan solishtirganda ham, masalan, oddiy radar ishtiraflari, mashina haydaydigan shopirlarga umuman qiyin bo'lyapti. Har bir 500 metrda radar yana. Parkovka qilib qo'yamiz, parkovkalarimiz ham qimmat narxlari. Abisaxiy bozorida ham bir kirib chiqish parkovka 15 ming so'm. Xaridorga qayerda unaqa imkoniyat? 15 ming so'm parkovka bersa, u yerga borgani ham anaqasi yo'q. Xalq manfaati uchun qonun ishlab chiqaraylik. Xalq manfaati uchun vijdondan ishlaylik tepadagilar. Mayli cho'nchagimiz to'ldirishimiz mumkindir. Qachongacha to'ldiramiz? Odamni ko'zini borga tuproq to'ldiradi, boshqasi to'ldirmaydi. Iltimos sizlardan.